Yana ovqatni tuzi kam. Keling tuz qo'shib. Yo'q, o'zi pishib bo'lganidan keyin tuz solish keragi yo'q. O'zi ta'mi boshqacha bo'ladi. Yo'q, normal ovqat qilgan, iltimos. O'zim qilaymi ovqatni? Erkak boshim bilan. Baqirmang, qo'rqib ketaman. Sanjib tursiz qishi. Yo'q, agar ovqat qilishni bilmasang, birorta kursga bor. Bitta ovqat tuzin deb shunchalikmi? Ovqat eng globniy narsa. Bir kun uyda dam olaman, ertalab zavtri. Obed kechqurunga normal ujin qilib bersang bo'ladi-ku. Yo'q, tuz esdan chiqib qolish kerak. Suvini ko'proq qo'shishing kerak, yog' ko'p solishing kerak. Ovqatni nimadir qilib buzishing kerak. Rostdan-da, oyi. Normal ovqat qilsangiz bo'ladi-ku, doim tuzi past. Onani unaqa deyish mumkin emas, lekin menga yoqmayapsiz, oyi. Sizlar ne ekanliginglar? Adam chuvonman, nima deyotganlarini rostdan ham chuvonman. To'ppa to'g'ri o'g'lim, molodets. Bo'lmasa umuman qiling. Burga o'zinglarni bosinglar. Adamga menga yoqmayapti. Kim deb qolgan bu ikkalasi? Rostdan deyapti. Agar ovqat qila olmasa nimaga qiladi odam? Narsalaringni yig'ishtirdi. Nima bu ovqat emas?